Kunduz sovug'ida qaynoq yangiliklar bilan Tashkent Motors qarshingizda. Hozir Ramazon oyida ulgurib qoladigan bo'lsangiz 15 million so'm yoningizda qoladi. 5 kunlik do'stlik bor, ko'rib turibsiz. Ya'ni cho'ntagingizda yoki yoningizda kalt bo'lsa, mana buni bosgan holatida mashina ochishingiz mumkin. Xo'p, mashinada xavfsizlik uchun keragicha airbag o'rnatilgan. Shoferingiz mashina haydagan holatida o'zingiz biznes partneringiz bilan yoki yaqin insoningiz bilan o'tirib bu yoqda kofe nimadir ichib ketish imkoniyati bor. Yoki buni yig'ishtirib qo'ygan holatida bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi o'rtoqlar. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. Assalomu alaykum. Kunduz sovug'ida qaynoq yangiliklar bilan Tashkent Motors qarshingizda. Sizni ekran ortida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz obzorda boshlaymiz. Orqamizda turgan toycha haqida ma'lumot berib o'taman. Hozir Ramazon oyida ulgurib qoladigan bo'lsangiz, 15 million so'm yoningizda qoladi. Buni video oxirigacha ko'rasiz, albatta men gapim mazmun tushunib olasiz. Qarshingizda Jack JS6. Xo'p, mashinamiz 1.5 lik turbina motor bilan jihozlangan bo'lib, 174 ta ot kuchi bor azizlar. Mashina oldi ko'rinishdan ko'rib turibsizki, ya'ni Li Li6 yoki Li9 da formatini berib turadi. Optika qismlarini ko'rib turibsiz. Batareyasiga mana shunaqasiga hammasi yonadi. Oldi ham mana shu ko'rinishda yonadigan holatida optika o'rnatilgan. Jack emblemasi, oldida reshotkalar qismi, bu kamera qo'yadigan joy, albatta bu kompaniya nomeri hisoblanadi. Mashinada o'rtoqlar 360 gradus kamera, slipper zona, hamma narsa joylashtirilgan. Mashina diskalarni ko'rishingiz mumkin. 18 talik quyma alyuminiy diska chiroyli uslubda ishlangan, hamda kunxo yumshoq balonlar qo'yilgan. Xo'p, o'rtoqlar, 5 kunlik do'stlik bor, ko'rib turibsiz. Ya'ni cho'ntagingizda yoki yoningizda kalt bo'lsa, mana buni bosgan holatida mashina ochishingiz mumkin. Xo'p, bak bu yoqda joylashtirilgan. Orqa vid chiroqlarimiz, xo'p, uzr so'rayman hozir juda shamol ekan. Xo'p, orqada ko'rganingizda yana o'sha Jack emblemasi, monoqosh, stiklachisitel, iki mashina elektropaket hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, mashinani knopkada ochgan holatida o'zi ochiladi va o'zi yopiladi. Bagaj qismimizni ko'rib turibsiz, bu shtorka 5-6 kilo yuk bemalol ustiga joylashadi. Buni yig'ishtirib qo'ygan holatida mana bu ko'rinish, hamda bu yoqda dakatkalari bor. Propanni bu yoqqa qo'yasiz. Aytganda yoqilg'i turi haqida gaplashaylik azizlar. Bu 91 plus hisoblanadi, ya'ni 92-95 yuradi va propanda harakatlanadi. Mashinada BYD'larda ko'p ko'rgansiz, mana bunday funksiyasi bor azizlar. Bu xavfsizlik uchun albatta, mana ko'rib turganingizdek va keyin buni o'zini bosib yana yopib qo'yish imkoniyati ham bor. Orqa tarafda parktroniklarimiz joylashgan o'rtoqlar. Buni qisqaroq obzor qilyapman, chunki albatta azizlar, telefon qilsangiz men batafsil hammasini tushuntirib beraman. Hozir sirtqi ko'rinishini qisqacha bo'lsa-da ko'rib o'tdik. Ana endi siz kutgan salon qismiga. Azizlar, ochganda eshik qismimiz yumshoq plastik materiallar ishlatilgan, hamda kojinli, mana bu qo'l tegadigan joylar kojinli hisoblanadi. Elektronli oyna ochib yopishlar, xronoviy uslubda ishlangan eshik ochadiganlar, center zamok, bu yoqda nimadir qo'yadigan joylar, hatto mana shu plastiklar ham baquvvat plastikdan qo'yilgan. Xo'p, mashinaga bismillah o'tirib olamiz. Eshigini yopamiz. Xo'p, rul haqida gaplashadigan bo'lsak, multi upravleniya rul, kruz kontrol, klimat kontrol hammasi joylashtirilgan. Bu yoqda tablo, bu esa ekran azizlar, kattagina. Deflektorlarimiz, 5 ключевой dostupda aytdik, bespirodniy zaryadkamiz bu yoqda. Bu esa konditsioner boshqaruv sistemasi o'rnatilgan joy. Xo'p, mana bu ko'rib turibsiz, skor rechagimiz hisoblanadi. Mashinani miyasi robot miya, hamda bu ham avtomat, ham mexanikaga, ya'ni mexanikaga o'tkazadigan bo'lsangiz, skor rechagi mana Mercedeslarga o'xshab xuddi mana shu yerdan qo'yilgan. 1 2 3 4 5, hamda bu yoqda teskarisiga, ya'ni 5 4 3 2 1. Hop, bu yoqda boshqarish mumkin. Podstakanchiklar, auto hold, rushniklar bu albatta hammaga ma'lum, hamda bu yoqda xolodilnik qismimiz ham bor o'rtoqlar, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ichkarida energetik qo'yasizmi, suv qo'yasizmi, muzlatib beradi. Hop, buni yopamiz. Torpeda qismlarimiz ham juda sifatli materialdan ishlangan. Mana bu aytish esdan chiqibdi. Bu azizlar akvaprint hisoblanadi. Ya'ni mana shuni yonib o'chadigan qilib har xil rangda qo'yish usullari ham mavjud. Hop, mashinada xavfsizlik uchun keragicha airbag o'rnatilgan. Bu hammaga ma'lum bo'lgan quyosh to'suvchi, ya'ni koziroklarimiz, hamda svetlari ham bor. Bu yoqda esa lyuk panorama hamda shtorkani boshqaruv sistemasi. Xo'p, bu yerda adashmasam mana ochki qo'yadigan joylarimiz ham bor o'rtoqlar. Mashinani sidinada abagrev bor, elektropaket, elektroprivet o'rnatilgan. 360 haqida albatta aytdik do'stlar.
panoramani ko'rib turibsiz, juda katta bo'lgan panorama hamda lyuk qismi o'rnatilgan. Orqa taraflari ham juda katta. Hozir men o'zim o'tib sizga ko'rsatib beraman. Mashinada hozir men shu o'tirishimda masalan sal uzoqroq qo'yganman mana. Mana shu holatda men juda yaxshi o'tiribman. Bu yoqda hozir video davomida ko'rishingiz mumkin elektropaketda qanday boshqariladi. Xo'p, o'tirishda mana bemalolchilik, bo'yim 183 va orqada ham shu ko'rinishda o'tirib hozir video davomida ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Xo'p, mashinani maqtasak, maqtaladigan joylari albatta juda ko'p o'rtoqlar. Rasxotiga keladigan bo'lsak, 6 tadan 8 tagacha rasxot bergan. Buni hozir minib yurgan akalarimiz bor, o'rtoqlar, o'sha 6 litr, 6,5 litr, 8 litrgacha rasxot qilishyapti haqiqatan. Siz tayyor bo'lsangiz, men hozir orqaga bitta o'tirib ko'rsataman. Xo'p, mana do'stlar, men orqa tarafga o'tdim. Elektromobillarga o'xshab mana bu joyimiz ham даже tekis qilingan. O'tirishda mana menda yana bir mushtdan ham даже juda kattaroq bo'lgan joy bor. Bu yoqda ham konditsionerlar, 12 kilovatlik telefon zaryad qilish uchun qo'yilgan joylari bor. Xo'p, mashina kujinli sedanalarni aytdik. Xo'p, bu yoqda podgolnik, albatta shofyoringiz mashina haydagan holatida o'zingiz biznes partnyoringiz bilan yoki yaqin insoningiz bilan o'tirib bu yoqda kofe nimadir ichib ketish imkoniyati bor. Yoki buni yig'ishtirib qo'ygan holatida bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi o'rtoqlar. Mashina haqida qo'ldan kelgancha obzorni qildik, albatta qisqaroq tarzda bo'lsa ham. To'liq obzorini nomerlar qoldiramiz, albatta nomerlarga murojaat etishingiz mumkin. Asosiy qiziq bo'lgan joyi mashinamiz tan narxi. Mashina Jack JS6 hammaga ma'lum ediki 330 million so'mdan sotilayotgan edi. Hozir Ramazon munosabati bilan o'rtoqlar biz 15 million aksiya berdik. O'sha gapimni yuqorisida aytib o'tganimdek, faqat Ramazon oyi oxirigacha tan narxi 315 million so'm qilib belgilandi. Mashinani xarid qilish tartibi avtokredit, avtolizing persini naqd pulga xarid qilishingiz mumkin. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlar albatta telefon nomerlarida. Tashkent Motorsdan uzoqlashmang. Biz albatta yana boshqa videolar qo'yishda ham davom etamiz. Sizlardan faqatgina bitta iltimos, like tugmachasini bosib, albatta podpisatsiya bo'lib qo'ying. Hamda shunaqa komfort bo'lgan mashina, kam rasxot bo'lgan mashina qidirib yurgan o'rtog'ingizga samolyotchani bosib qo'yasiz. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Sog' bo'ling.